Salomat muslar, bugun biz sizlar bilan daraja va uning xususiyatlarini o'tamiz. Birinchidan, darajaning nima ekanligini esimizga solib ketaylik. Har qanday A son uchun va n natural son uchun n bu yerda birdan jiq bo'lishi kerak. Masalan, A sonni o'ziga A ko'paytirilgan A deb n qatim ko'paytsak, mushundaq ko'paytindini biz A darajada n turida yozib olib, daraja deb ataymiz. Bu yerda A deganimiz darajaning asosi, n bo'lsa darajaning ko'rsatkichisi deb atildi. Shundaqla ikkinchi aniqlamasida agar bizning asosimizda salbiy son bo'lsa, masalan minus A bo'lsa, u vaqtida agar darajasi n, ko'rsatkichi n jup bo'lsa, minus yo'qqa ketadi. Darajasidagi n tag' son bo'lsa, u vaqtda minus saqlanib qoldi. Sразу misol keltirib aytaylik. Masalan, minus 2 ning kubi desam, u bizda minus 2 ko'paytirilgan minus 2 ko'paytirilgan minus 2 o'ziga 3 qatim. Shu vaqtida minus 2 minus plus bo'ldi, plus bilan minus bo'ldi. Minus qoldi deymizda, endi 2 yerda 2 4, 4 yerda 2 8. Ya bo'lmasa biz buni minus 2 ning kubi deb yozib qo'ysak ham bo'ldi. Mana buni ikkinchisi kelyapti. Agar minus 4 ning kvadrati bo'lsa, biz endi buni har qachon ichib yozmasdilar deymiz. Darajasi jup. Jup degandan 2 minus bir-birisi bilan plus bo'lib ketdi-da, minus ketib qolib 4 ning kvadrati qoldi. 4 ning kvadrati deganimiz 16. Endi darajaning xususiyatlariga kelaylik. Agar ikki sonning asoslari o'xshash va ko'paytinda tursa, u vaqtida darajalarini bir-birisiga qo'shib o'tamiz. Bu yerda A bilan B 0 emas bo'lishi kerak. Endi 0 ning har qanday son 0, uning o'zi hech qanday bir ma'nosi qolmaydi. Shuning uchun buni aniqlanish sohasini esimizda saqlab turishimiz kerak. Albatta, bu yerda A 1 bo'lamaydi. Mayda. Endi yozib chiqaylik. Masalan, 2 ning kubi ko'paytirilgan 2 ning darajasi 6 deganimiz, yozib chiqsak 2 ni 3 qatim yozish kerak, potom 2 ni 6 qatim yozish kerak. 1 2 3 4 5 6. Shunda uzun yozmash uchun biz matematikada bundaq daraja degan narsani o'ylab topgan matematiklar. Shu vaqtida 2 ni 3 qatim 1, keyin 2 ni 6 qatimdaq uzun yozmasdilar. 2 ning kubi ko'paytirilgan 2 ning darajasi 6 deb yozamiz. Endi qarab baxsalar, men 2 dan bizda 3 qatim, keyin yana 6 qatim bo'lgandan keyin 9 qatim bor deymizda. Действительно deymiz, ko'paytirilgan turganda asosi saqlanib qoldi. То есть 2 ni qo'yamiz. Inogda 2 ni 2 4 ko'paytirdi, u xato. 2 o'zi qoldi. Darajalari bo'lsa, bunlarning hammasini qo'shsak, 3 qo'shilgan 6 chiqadi 9. Bo'lingan turgandimi darajalarini evitmiz. Masalan, 5 ning darajasi 6 bo'lingan 5 ning darajasi 4 bo'lsin. Uni endi hozircha men sizlar yaxshi tushunsin deb ichib yozyapman. 5 6 qatim yozildi. 1 2 3 4 5 6 qatim 5 ni yozib oldik. Men 4 qatim yozamiz 5 ni. Endi ko'paytirilgan turganda bunlar ikkisilar qisqarib ketadi. Shu vaqtida 5 dan 2 qatim qoldi. Shu vaqtida 25. Endi har qachon bunda ichib yozmaymiz, sразу deymiz. 5 darajasi 6 bo'lingan 5 darajasi 4 ni biz 5 darajasida 6 elingan 4, to есть 5 ning kvadrati 25 deb chiqaramiz. Uchinchi xususiyatimiz asosida mush ikkinchisinikidan chiqadi. Buna deymiz, agar m bilan n teng sonlar bo'lsa, masalan 7 ning darajasi 2 bo'lsin, mayli 3 bo'lsin, bo'lingan 7 ning darajasi 3 deylik. Bu ikki son o'xshab qoldi, m bilan n ko'rsatkichlari o'xshasa, shu vaqt deymiz, o'xshash sonni bir-birisiga bo'lsak, 1 chiqadi deymiz. Bir tarafdan. Ikkinchi tarafdan bo'lingan turganda darajalarini bir-birisini olamiz degandan keyin mayda 3 elingan 3 0 yozsak,
Şu vaqtida chiqyapti что har qanday sonning 0 darajasi u 1. To'rtinchi xususiyatida agar asoslari A bilan B her ikkisi n'inchi darajasiga ko'tarilgan bo'lsa, u vaqtida har birini n darajasiga chiqaramiz. Buni qanday tushunsanglar bo'ldi? Masalan, sizlarning uyinglar bor, uyda bir necha odam turdi, shular hammasi bir uyni ishlatgandan keyin uy sizlarning umumiy bo'ldi, durustmi? Shundaq demaydi, darajasini shundaqlar. Masalan, 2x y kvadratning darajasi 4 desam, tırnaqning ichida turgan hamma narsani men darajasi 4 ga chiqaraman. Shuq bo'ldi. 2 ning darajasi 4, x ning darajasi 4, keyin y kvadratning darajasi 4. Bu yerdan tırnaq turganki, buni 2 bilan 4 ni ko'paytirib etsak 8 chiqadi. Bu yerda 2 ning 4-chi darajasini hisoblasak 16, x 4, y 8 bo'ldi. Shundaqla bo'lingan tursa har bir sonni surati bilan mahrajini shu n darajasiga chiqaramiz. Masalan, 2x dan y darajasida 5 tutsam, biz y ni darajasi 5 chiqaramiz, 2 ning darajasi 5 qilamiz va x ning darajasi 5. Bu yerda unutqanmanglar, tirnoqning ichida turgan hamma narsa shu darajasiga chiqarildi. Bu yerda hisoblaydiganimiz 2 ning darajasi 5, u bizda 4, 8, 16, 32 chiqadi ekan. 5 qatim ko'paytsak, x darajasi 5 ni ko'chirib yozamiz. Endi agar bir sonning darajasi n va u m darajasiga chiqarilsa, bu yerda n bilan m ni ko'paytamiz. Masalan, qancha namoqdik? B harfini olaylik. B darajasida 6 va darajasida 2 bo'lsa, o vaqtida 6 bilan 2 ni ko'paytsak 12. Endi bu yerda bir nim boshlandi, putaniца deymizmi? Buni birinchi xususiyati bilan 6 ni жағдайларды biz chatashtiramiz. Chatashtirmanglar, внимательно qaranglar. Agar asoslari o'xshash bo'lsa va orasida ko'paytirilgan tursa, darajalarini qo'shamiz. Tirnoq orqali yozilgan bo'lsa, u vaqtida darajalarini mushuni chiqaramiz. Nimishga desanglar, mana qaranglar. B ning darajasi 6 deganning kvadrati deganimiz, это B darajasi 6 ko'paytirilgan B darajasi 6 2 qatim. Endi ko'paytirilgan turganda, buni birinchi xususiyat bilan hisoblasak, darajalarini qo'shimiz deymizda, shu vaqtida 6 ga 6 ni qo'shsak 12. Oxirgi xususiyatlardan biri u salbiy daraja. Salbiy darajasiga biz hech qachon chiqarmaymiz. Shuning uchun bu minusni ivetish uchun menda ko'rinmaydigan bir bor. Biz deymiz, mush kasrni o'rni almashtirib a darajasi n dan 1 deb yozamiz. Masalan, 2 ning darajasi minus 2 desam, sizlar uni minus 4 desanglar, u xato. Biz minus darajasiga chiqaramaymiz, shuning 2 darajasi minus 2 ni yozamiz. 1 bo'lingan 2 ning kvadrati. То есть darajani pluslayverib, keyin 2 ning kvadrati 4, 1 qoldi deb 4 dan 1 deb yozib qo'yamiz. Kasr tutsa, masalan, 2x bo'lingan y ning darajasi minus 3 bo'lsa, u vaqtda biz buni kasrni o'rni almashtirib y bo'lingan 2x ning kubi deb har birini buni 4-chi xususiyat bo'yicha har birini mush darajasiga chiqaramiz. 4 va 5 birlikda ko'paytirilgan bo'lingan bor. Shu vaqt bo'ldi y ning kubi, 2 ning kubi sразу 8 yoziladi, x kub. Mana mushu bizda darajaning asosiy xususiyatlarini hammasini atab chiqdik. Endi hisob chiqaraylik. Birinchi hisobdan berilgan ifodaning ma'nosini topinglar deydi. Agar m minus 2 dan 1 bo'lsa va n minus 3 dan 1 bo'lsa. Bu hisoblarni bunda qaraysizlar. 5da berilgan ifodani biz ixchamlab kichkinam jo'ndab olsak bo'lamdi, bo'lmamdi deb qaraymiz. Bu yerda minus turgankin, masalan, m4, m kvadratli qisqartishga bo'lmaydi. Shuning uchun bu yerda hech kim chiqaramagandan qisqartamagandan m bilan n ning o'rniga buni ma'nolarini qo'yib chiqamiz. Shu vaqtida
Bu yerda diqqat bilan chiqaraylik. 2 ko'paytirilgan m darajasi 4. M'ning o'rniga 2dan 1 darajasi 4 yazamiz. Elingan 3 n'ning o'rniga minus 3dan 1ning kubi. Bölüngen 1 minus 2dan 1ning kvadrati. Endi hesaplayalım. 2 belki bizning xususiyati bo'yicha mana qaraytaylik yana bir qatim. Tirnoqni ichida minus tutsam, darajasi jup bo'lsa minus ketib qoldi, darajasi taq bo'lsa minus saqlanib qoldi. Ishlatamiz. Shu chaqda minus darajasi 4, 4 jup bilan minus ketdi. 1ning darajasi 4, 1, 4 demanglar. 1 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1 u 4. 2ning darajasi 4, 2 2 4, ishorasi 4, 16. Shu vaqtda yozma. 16dan 1. Elingan mayda bunu minusning darajasi taq, shuning uchun minus aldiq tushdi, plus deb yozib o'taylik. 3 ko'paytirilgan, endi bu yerda bundaq yozib olaychi. Kasr bilanlar chatashmaydiganga. 3 ko'paytirilgan 1ning kubi 1, 3ning kubi 27. Shu vaqtda yozamiz 27dan 1. Mahrajda 1 minus. Bunu minusning darajasi jup minus ketdi, qoldi 2dan 1ning kvadrati deb 4dan 1. Endi ko'paytirilgan to'g'onni qisqartib o'taylik. 8 qisqartib o'tsak 9 chiqdi. 8dan 1 qo'shilgan 9dan 1 bölüngen mahrajiga 4 deb aytsak, 4dan 1 deb aytsak 3. Endi bizda 1 2 3 4 etajliq kasr bo'lyapti-da, hozircha chiqarib turaylik suratini. 9 bilan 8ning mahrajisi 72. 9 keldi 8, 9 ga 8ni qo'shib etsak 17. Mahrajida 4dan 3. Endi kasrlarni bo'lganda birinchi kasrni ko'chirib yezib, ko'paytirilgan belgisini qo'yib, ikkinchisining o'rnini almashtiramiz. 3dan 4. 72 bilan 4ni qisqartib etsak mayda 1. 40, 32 ni 8. Bo'ldi. 17 bilan 3 qisqarmagankin ko'paytimiz. 17ni 1 ga 18ni 3 ga ko'paytsak 30, 24, 54. Bu birinchisining javobi. Ikkinchi hisobda hisoblanma deydi. Hop o'ng'ay. Biz qarab olaylik. Buni asoslar 15, 15, 15 o'xshaganki 15ni ko'chirib yozamiz. Ko'paytirilgan tug'anda mono darajalari o'zaro qo'shildi. Shu vaqt yozamiz. 9 qo'shilgan 6. Endiki 15 mahraj bo'lingan, buni kasrga bo'lingan degan gap bu. Bo'lingan tug'ankin 13 yuqori minus bilan chiqadi. Shu vaqtda qoldi 9 ga 6ni qo'shsak 15, 13 ni yetsak 2. Endi 15ning kvadrati 15 ko'paytirilgan 15 chiqdi 225. Berilgan kasrning n'dan ta'alluq deydi, независимый m ga ta'alluq emas ekanligini ko'rsatadi deydi. Mayda m. Chiqaraylik uning uchun. Ko'paytirilgan 7 7 7 abaki hisobdagi o'xshagankin biz только darajalarini yozamiz endi. 2m plus 5 ko'paytirilgan tug'andan keyin bu darajani qo'shib etamiz. Ya bir qatim qaytalatmay 7 7 o'xshaganki 7 7 ko'paytib 49 deb yozib atmaylamaydi. 7 o'zi qoldi. Mahrajidagi 4m plus 1 yuqorilaganda minus 4m minus 1 bo'lib keldi. Darajasi uzun chiqdi, endi hisoblaylik. 2m, 2m, 4m bu o'xshaydigan qo'shuvchilar. Shu vaqtda 2 ga 2 ni qo'shsak 4, 4 ni 4 ni yozsak qisqarib ketadi. Endi sanladim 5, elingan 1 4, 4 elingan 1 3. Shu vaqtda qoldi 7 ning kubi. Endi hisoblaylik 7 ning kubi 7 7 49. Еще 7 ko'paytsak
9 7 3. Oy. 9 7 7 63. 3 yazımız 6 oyla. 4 7 7 28. 6 oydaki bilen 34. Berilgen ifadeni derece türüde körüstüңla deydi. Endi bu yerda qarang, mundaq desak bo'ldi. 16 u 4ning kvadratı. 64 deganimiz u 8ning kvadratı. Yaxshi bo'ladida kvadrat. Biroq 128 hech qanday sonning bir какой-то sonning kvadratı turida yozamaymiz. Shuning uchun biz 4 emas, 4ning kichik sonni keltiraylik. U, конечно же, eng kichik son u 2. Shu vaqtda 16 deganimiz, men yozib chiqib qo'yay. 2 4 qatim ko'paytsam 16 ekan. 4 yazamiz. 64 deganimiz biz уже 16 ko'paytib oldik. Endi 16 ni 2 ko'paytsak 32, yana 2 ko'paytsak 64. То есть buni 4 ga 2 qo'shildi, 6 bo'ldi. 128 deganimiz это уже 64 qaranglar 6 qatim bo'lsa, 64 ni yana bir qatim 2 ko'paytsanglar, как раз 128 chiqadi ekan. Shu vaqtida 2 derecede 7 deb yozib olamiz. Endi asoslari o'xshash, bu ham важный moment. Только asoslari o'xshash bo'lg'achqa biz derecelerini qo'shyapmiz, chiqadi 17. Berilgan ifodani ixchamlanglar deydi. Endi buni bo'linganni bunaq yaxshi emas, shuning uchun men uni kasr turida yozib olay. Shkels bo'lingan bo'lgan shkels mahrajiga tushadi. Bo'ldi. Endi kasr bo'lgan keyin ko'paytirilgan turganda qisqaradigan sonlarni qisqartib etamiz 5 dan. Bu masalan men olay. 125 bilan 25 ni qisqartib etsak 5. Keyin 5 ni buni minus 0,125 ga bo'lganda, ya'ni 100 dan 25 ni 4 dan 1 deb olsanglar 4 yuqori chiqadi, 20 chiqadi. Minus saqlanib qoldi, shu vaqtda yozmayman. Minus 20. Endi harflarini qaraymiz. A derecesi 4, mahrajida A kub va A bor. Shu vaqtida bo'lingan turgandan keyin biz buni 4 dan olamiz 3 ni va olamiz 1 ni. Yozib chiqaryapti. B'larni ko'raylik. Suratida 5, mahrajida 2, imeyda ko'rinmaydigan 1 bo'lgandan keyin ilingan 2, ilingan 1 deb yozsam bo'ldi. Shu vaqtida 4 dan 4 ni yozsak 0, любой sonning nolvoy derecesi 1 dedik. Endi ko'paytirilgan turganda 1 ni yozsanglar bo'ldi, yozmasanglar bu bir farqi yo'q bu yerda. Agar plus turgan bo'lsa biz отдельно plus 1 yozardik. Ketdik dальше. B 5, 5 dan 3 ni yozsak 2. Yani ifade ixchamlanadi deydi. Bu yerda bir tirnoq daraja turgan keyin 5da shu tirnoqni chiqarib olamiz. Shu vaqtda belki bizning xususiyatimiz bo'yicha x kvadrat y kvadrat deb yozib chiqsak bo'ldi ekan. Yoki bo'lmasa, qarang, buni x y o'xshagandan keyin biz обычно bo'lingan turganda suratidan derecesi mahrajga derecesini alamiz, 2 dan 3 ni olish kerak. No 3 dan 2 ni epli shu x y ni mahrajiga yozib qo'ysak bo'ldi-ki, u даже o'ng'ayroq. Shu vaqtda x kub y derecesi 4 ni ko'chirib yozamiz. Buni x ni yozdik. Meda x y kub x y kvadratni qisqartganda mahrajida x y qoldi. Bu chapsanroq bo'ldi ekan. Endi men chapsan chiqib aytaylik, birga birini qo'shsak 2 o'ydilar. 3 dan 2 ni yozsak 1 yozmaymiz. Darajasida y 4 bo'lingan turganda olamiz dedik. Shu 4 dan 1 ni yozsak kub. Esa bitdi. Kubikning deydi hajmi qanday o'zgardi agar uning bir qirini 3 hassa ko'paytsak. Kubik esa qo'yaylik. Bu yerda aniq bir razmer bo'lmaganki, eng o'ng'ay sonlarning biri 0, biri 1. Endi 0 deb
kubikning bir qirini 0 alsak da o'sha nonsens bo'ldi, unda dalamaymiz. Shuning uchun deyman. Pust kubikning bir qiri 1 bo'lsin. Endi kubikning ham qiri o'xshagankin, hajmi bo'ldi prosta 1. Hajmning formulasi a kub. Endi kubikni 3 hasi yo'qotamiz bundaq. Уже 3 bo'lib qoldi, bunda his qo'yay даже. U vaqtida endi hajmini tepish uchun 3 ni kublaymiz, chiqadi 9. Agar bizning javobimiz prosta san chiqsa, biz deymiz hajm 9 hassa o'sdi. Yuqoriladi deymiz. Agar bir qirini 3 hassa kemitgan bo'lsa, o vaqtida hajmimiz тоже 3 hassa kemayadi. Berilgan sanni 3 darajasi asosida 3 deb yoziladi. Shu vaqtida 243 u 3 ning qanchinchi darajasi? Yozib ko'raylik. 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 qancha qatim ko'paytsak 243 chiqadi. Masalan, men 5 qatim yozib qo'ydim. 3 + 3 9, 3 + 3 9. Shu 9 + 9 81, 81 ni 3 ga ko'paytirib etsak, shu 243 chiqadi ekan. Shu 3 ni 1, 2, 3, 4, 5 qatim yozdik deymiz. Buning yani darajasi 2 bor, поэтому bunda tirnoqni ham teshik 2 deb yozib qo'yamiz. Bu vaqtida bo'ldi. Men skop turganda tirnoq turgankin 5 ni 2 ko'paytirib etsak 10. Endi 3 ni 10-darajasiga chiqishning keragi yo'q. Bu yerda asosi 3 deb yozib qo'yiladi. Bu hisobda hisoblaymizki, qancha chiqadi? 4 skop turgankin 8 ni 2 ko'paytirsak 16. Ko'paytirilgan turgankin buni 7 ni qo'shib etamiz. Bo'lingan turgankin buni 20 yuqori minus bilan chiqadi. Bo'ldi. Endi biz уже bir necha hisobni yozib chiqadik. Miyadan o'ylab chiqarib etsak 16 ga 7 ni qo'shsak 23, 20 ni etsak 3, 4 ning kubi 4 + 4, еще раз 4, 64. Agar a kub teng p va b kub teng q bo'lsa, buni berilgan ifodani p va q orqali ifodalash kerak ekan. Qaraymiz. A kub bizda уже bor berilganda, u p. Shu vaqtida a kubning o'rniga men yozib qo'yay a kub b kvadrat, mushmayimizning darajasi 6. A kubning o'rniga p yozib qo'ysam bo'ldi ekan. Shu vaqtida p, buni a kub deganimiz p, еще darajasi 6 bo'lgankin p darajasi 6 yozdim. Q deganimiz u b ning kubi. Bizda miyada b ning kvadrati berilgan bo'lgankin, biz hozircha b ning o'rniga q yozamaymiz. Shuning uchun buni 2 ni buni 6 ga ko'paytirib etsak, b darajasi 12 chiqadi. Endi 12 ni biz 3 ga bo'lib etsak 4 ga, shu vaqtida 12 ning o'rniga b kub ning 4-darajasida hech nima o'zgarmaydi. Zato b kubning o'rniga q yozsak q buni darajasi 4 qoldi. Mana shu javobi. 3 darajasida 4m qanday san bilan putidi deydi. Shunday hisoblab bizda matematik gрамотностьda chiqdi. Uni endi mana chiqiramiz. 5dan 3 darajasi 4m u 3 darajasida 4 ko'paytirilgan m deb yozib olsak hech nima o'zgarmaydi-ku. Endi 3 ning darajasi 4 deganni biz qarang, bizga to'lqa oxirgi san kerak. Shuningda 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 3 chiqasanglar bo'ldi, chiqamsanglarmi bo'laverdi. 3 + 3 9, bir qatim 9 miyada o'ngayga 81. Biroq bizga kerak eng oxirgi san. Shuning uchun menga tochka qilib 1 deb yozib qo'ysanglar bo'laverdi. Ulardan 81 o'ngayga hisoblab etdik. Buning darajasi m. 81 darajasi m deganimiz u 81 ko'paytirilgan 81 ko'paytirilgan 81 tak. Shuni biz m qatim yozamiz.
Shu vaqtda biz ko'ramiz, что buni axirgi son 1 ko'paytirilgan 1 ko'paytirilgan 1 bo'lavergandan keyin bizda bir yo'g'on son bo'ldi, biroq eng muhimi axirgi sonimiz 1. Shuning uchun bizning javobimizni deymiz, javobi bo'ldi 1. Bizning sonimiz 1 bilan oyoqlashadi ekan. Agar mana shu yerda 3 emas, mesela 6 bo'lgan bo'lsa, 6 darajasida 5m deb qo'yaylik. Yani ko'rsatay. Bu yerda qaranglar, bu 6 degan bir тоже unikalniy son. Nimashqa desanglar, 6 ko'paytirilgan 6 ko'paytirilgan 6 deb yozaveraylik. 6 7 6 36 butun. Yana bir qatim 6 ko'paytirsak yana 6 6 6. В общем, 6 ning qanday bir darajasiga chiqamizsak, bizning sonimizning oxirgi soni, oxirgi raqami 6 bo'ldi ekan. Bu endi просто ekstraslar ko'rsatib qo'yganim. Endiki hisobda derecede minus turdi. Esonlar sevib ketay, a derecesi minus n tutsam, 1 bo'lingan a derecesi n deb beshida minusni plus qilib olib, keyin hisoblaymiz. Shu vaqtida buni 0,5 aslida 2 dan 1 derecesi minus 2 deb o'yda уже hisoblab olsak, minus turgan keyin 2 dan 1 ni o'rin almashtirib, 1 dan 2, endi понятное дело, 1 dan 2 degan o 2 ning kvadrati qoldi. Plus 4 dan 1 ni o'rin almashtirsak, 1 dan 4, ya bo'lmasa просто 4 derecesi 1 yozilmasi bo'ldi. Hisoblaydi, 2 ning kvadrati 4, 4 ga 4 ni qo'shsak 8. Ifodani ixchamlanglar. 13-hisobda. Yani qarang, buni mening birinchi video darsimda bor, shu o'nliq kasrlarni oddiy kasrga aylantirish deganda, men yana esonlar sevib ketay. 2 dan 1 bo'lsa 0,5, 4 dan 1 bo'lsa 0,25. Shuni yodlayveringlar, jiq hisob chiqarsanglar o'zinglar yodlamasizlar o'zi. 5 dan 1 bo'lsa 0,2, 8 dan 1 bo'lsa 0,125 deb oddiy kasrni o'nliq kasr turida yozib olsak bo'ldi. Вот. Endi bizda buni 0,25 ni kvadratlash, endi u 25 ko'paytirilgan 25 menga qiyin emas, biroq unda hisoblagim kelmaydi, u uzoq. Shuning uchun 0,25 u degan 4 dan 1 ga deymizda. Endi 4 dan 1 ni kvadratlab etsak, chiqadi 16 dan 1. M kechirsizlar, m emas, n derecesida minus 4, skobka turganda buni 2 ko'paytsak minus 8, m minus 3 ni kvadratlasak minus 6m ko'paytirilgan. Qarang, buni derecesida ijobiy. Shuning uchun biz mayda minuslarni ko'paytiraverdik. Ikkinchi ifodani, ikkinchi ko'paytirishning derecesida minus turdi. Shuning uchun ko'paytsanglar u bo'ldi, minus 3 ni minus 3 ga. Biroq 4 derecesi minus 3 ancha yaxshi emas. Shuning uchun biz mayda beshida kasrni o'rin almashtirib olib, derecesini ijobiy qilib olaylik. Endi hisoblaylik. Tak, shu vaqtida qoldi bizda 16 dan 1 n derecesi minus 8 minus 6 ko'chadik. Mayda 4 ning kubi 64. Aslida 4 ning kubi qasm bo'ladi, potom 4 ning kvadrati qisqara ketadi. Mayda 4 ni kvadratlayib etdim, shuni mayda 4 ni kublab etdim. M 2 da 3 6, mayda 3 da 3 9. Endi qisqartirganlarni qisqartib etaylik. Mayda общий evatsak, qamarsizlik qoldi, mayli. 64 ni 16 ga bo'lsak 4. N qaranglar, minus 8, еще 9 yuqorilganda minus 9 bo'ldi-da, shu vaqtida bo'ldi. Tak, men sal xato qilibman. Mayda n derecesi minus 3 ga. Shu deyman, qisqaramadi. Shu vaqtida minus 3 ni 3 ga ko'paytsak, biz buni teshidagi derecesini plus qildik, ichidagisining saqlanib qoldi. Просто o'rin almashdi. Mayda minus 9,
minus 9 yuqori ko'tagan plus 9, minus 8'ge 9'ni qo'shsak 1, просто n qaldi. M'din, M'la qisqara ketgan, minus 6'ga 6'ni qo'shsak 0, har qanday sonning 0 darajasi u 1. Tenglimini chiqaringlar. Yanılı şu, yanılı derecesi minus bo'lgan ki biz 1 bölüngen 5 minus y deb derecesini salbiy ijobiy qilib oldik. Me'dim 1 bo'lgankin 1 bölüngen 2'ning kvadrati deymiz. Endi suratlar o'xshaganki mahrajlarim o'xshash kerak. 5 minus y teng 4. Şu vaqtida y'ni tepish uchun biz 5 dan 4'ni yeyitmiz, chiqadi 1. Ya bo'lmasa bundaq qiynalsanlar, minus y qaldi deysizlar. 4'ten 5'ni yeyetsek, minus 1, minus qisqartganda şul 1. İfadeni ixchamlanglar. Of, 60 derecesida x. Miyada 3, 3, 5 deydi. Qanday qilsak chapsanroq bo'ldi. Uni bundaq qilaylik. Bakın 60 derecesi x qilib tursin. Biz miyada 3 derecesi 2x ni, bunu 3 derecesi kvadrat deb x'ni teshik chiqarib etsak, 3'ning kvadrati 9 derecesida x qaldi. Ko'paytirilgan. Buni yerda 3 derecesi x minus 1 ni 3 derecesi x ko'paytirilgan 3 derecesi minus 1 deb bölüp yazıp aldık. 5 тоже yazarsak 5 derecesi x ko'paytirilgan 5 derecesi 1 qaldi. Bu neymiş qilib aldım desanglar, bunu men 60'ning derecesi x bo'lgandan keyin bu mahrajidimi? Qaranglar, x o'xshash derecesi bo'lgandan keyin biz bunda bir xususiyatimiz borki, masalan a b derecesi n ni a derecesi n, b derecesi n deb yazatdik. Теперь наоборот qilyapmiz. Отдельно n dereceleri var, biz n'ni chiqarib etib общий ko'paytiryapmiz. Shu vaqtida 9 ko'paytirilgan 3 ko'paytirilgan 5 derecesida bunu x qaldi. 3 derecesi minus 1'ni yuqori ko'tarsak 3 уже ijobiy bo'ldi, salbiy yo'qqa ketdi. 5 derecesi 1, 5 o'zi qaldi. 60 derecesida x 3 me'dan 3 ni 5 ga ko'paytsam 15, 15 ni 9 ga ko'paytsanglar 90, 45, 135 chiqdimi derecesida x. Me'da 5 qaldi. Bunu x dereceleri o'xshagankin biz 60 bölüngen 135 deb evelib x'ni yozib qo'ymizda 5'ten 3'ni bo'lak yozib qo'yaylik. Endi bu yerda qisqaradigan sonlarimiz 60 bilan 135 ni 5 ga qisqartsak 12 me'da 27. Yani qisqartsak bo'ladi ekan, yanni qisqartib etaylik. 3 ga me'da 4, me'da 9. Yani 3 ga qisqartsak 4 me'da 9 qaldi. Shu vaqtida bo'ldi 9 dan 4 x bunu 5 dan 3 ni men aldiga yozib qo'yay. İfadeni ixchamlanglar. 4 derecede m aylangan ishkim. Hozircha biz buni 4 derecede m ko'paytirilgan 4 derecesi minus 2 deb yozib olsam bo'ldi. Mahrajida miyada qaranglar, 2 derecesi m aylangan 1, 2 derecesi m aylangan 2 bo'lgandan keyin ne yozib olsa bo'ldi. 2 derecede m aylangan 2 ko'paytirilgan 2 derecesi 1 yazsam, bunu 2 derecesini qo'shib etsak, m aylangan 2 plus 1 m aylangan 1 o'zi qoldi ekan. Üstüm o'zgarmadi. Aylangan 2 derecede m aylangan 2 ni ko'chirib yozmam. Derecede kvadrat. Endi akasya bunu 4 ni biz еще 2'ning amel 4 qolaversin. 4 derecede m aylangan 2 ni yana qaytarib yozib qo'ydim. Потому что men ko'radim, me'dimi m aylangan 2, m aylangan 2 bor ekan. Shu vaqtda me'da 2 derecede m aylangan 2 ni umumiy ko'paytgichi deb tirnoq teshig'i chiqarib olsak, qoldi 2 aylangan 1
Biroq mushuning hammasining yanına nimasi bor? Kvadrati bor. Şu vaqtida bo'ldi 4 qoldi. Surati meda kvadrat turganki muni darajasini muni 2 ko'paytirib etsanglar yaxshi emas. Shuning uchun давайте biz muni asosiy 2 ni muni darajasi 2 ga chiqarib etsak bo'ldi. 4 m-2 qoldi. 2 ni 1 ni etsak 1, 1 ning kvadrati 1, всё. O'xshash son chiqdi. Shu vaqt javobi 1. Bizda mundaq bir zang bilan berilgan tizim bor. Mushu tizimning dastlabki 4 a'zosini tepinglar deydi. Shu vaqtda biz tepishimiz kerak. A1, A2, A3, A4. A1 dan boshlaylik. A1 ni tepinglar deganki biz m ning o'rniga hamma yerda 1 deb yozib chiqamiz. 1 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 darajasida -1. Endi 0,5 ni abeki yozganda u 2 dan 1 deb yozsam bo'ldi. 1 ning kvadrati 1 o'zi. 2 darajasi -1 deganimiz u yanıla 2 dan 1. Shu vaqtda chiqdi 4 dan 1 ya bo'lmasa 0,25. A2 ni topaylik. Onun uchun 0,5 ni yana 2 dan 1 deb yozib qo'yaveray. M ning o'rniga 2 ning kvadrati keldi. Imeyde 2 derecede e'lingan 2. Bu yerda endi ko'paytirilgan asoslar o'xshaydi deymiz. Shu 2 ning 2 ni etsanglar 0. 2 ning derecesi 0. 2 ning derecesi 0 1. 1 ni 2 dan 1 ko'paytsak 2 dan 1 qoldi. A3 2 dan 1. Опять men bunu 0,5 ni 2 dan 1 deb yozyapman. M ning kvadrati, to есть 3 ning kvadrati m'de 2 derecede -3. Endi bu yerda 2 dan 1 qolib tursin. 3 ning kvadrati 9. Nimaga yetdi? Общий kasrga. Bu yerda 2 derecesi -3 deganni o'rni almashtirsak 2 ning kubi m'de 1 qoldi. Bir aslida yozilmasin bo'ldi, men ko'paytirilgan turgan ekan. Men yozib qo'ydim. Surati 9, m'de 2 ning kubi 8, 8 - 2 16. Oxirgisi qoldi A4. Shu vaqtida 2 dan 1 ko'paytirilgan 4 ning kvadrati ko'paytirilgan 2 derecesida -4. Bu yerda har qachon 1 bilan chiqib qo'yapman. 2 dan 1 ni biz 2 derecesi -1 deb yoza olamiz. 4 degan u 2 ning kvadrati. Shu kvadrat turganki meyda derecesi 4 deb yozsak, buni kerak emas ekan, mayli 2 derecesida -4. Buni 2sini ko'paytsak 1 chiqdi. 2 derecesida -1 ni yani qaytadan 2 dan 1 deb yozib qo'ysam, в общем 0,5 chiqdi. Agar bir necha sonning orasida ko'paytirilgan tursa, biz buni sonlar bilan sonlarni ko'paytib, darajalar bilan darajalarni ko'paytamiz. Shu vaqtda 1,7 ni 10,5 ko'paytirish endi menga yozayday. Kalkulyator yaxshi, biroq biz bu yerda o'zimiz chiqarishimiz kerak, o'rganishimiz kerak. Shu vaqtda ko'paytamiz. Aslida ko'paytirilgan turganda pesh-peshni ostida turishni hojati yo'q. Prosta menda endi ashta kelib qoldi, bo'laverdi. 5 7 7 35 3 di menda 7 1 ni 105 ga ko'paytsak 105. 5 8 7 1. Endi 5 dan keyin 2 son bo'lganda mayda 5 dan keyin 2 songa oxirini 1 2 deb mayga qo'yamiz. Shu vaqtda bo'ldi 17,185. Endi 10 larni ko'raylik. 10 derecesi 6 ko'paytirilgan 10 derecesi -4 deganimiz 6 ga -4 ni qo'shsak 2. Endi bu yerda qancha hisoblayishimiz kerak? Oxirigacha. Shu vaqtda 10 ning kvadrati 100. 100 ga ko'paytirish yaxshi. 100 ga ko'paytganda buni sonimiz 2 belgisini o'ngga siljitib 1785 chiqdi. Bundaq kilogrammni tonnaga aylantiringlar deydi. Tonna endi siz 3-klassni, qanchinchi klassni tatib o'tsizlar shu perivodlarni, yana bir kichkina qiynalib qolamiz. Mana bir 10 derecesi chiqib qolsa. Esinglarga sepib qo'yay. 1
tonna deganimiz u bizda 1000 kilogram. Biroq sizlar kilogramni tonnaga aylantirasizlar. Shu vaqtda 1 kilogram u qanchalik tonna? Endi biz vobros qo'ymaymiz, endi x deb qo'yaylik. Shu vaqtida 1 kilogram qancha tonna tepish uchun biz buni ko'paytirib chiqsak, x chiqadi 1 bo'lingan 1000. То есть 1000dan 1 bo'ligi u 1 kilogram. Kg deb yozib qo'yibman. G-sini это 10'ning kubi. Aslida endi yuqori chiqarsak 10 darajasi minus 3 bo'ldi. Shu vaqtda 1 kilogramda 10 darajasi minus 3 или 1000dan 1 tonna bor ekan. Shu vaqtda massani endi sizlar m deb fizikada belgilaysizlar. M deb qo'yaylik. 4,46 10'ning minus 2 darajasini, значит, ko'paytimiz 10 darajasi minus 3 ga. Shu chog'da bo'ldi 4,46 10 darajada endi ko'paytirilgan turgan darajalarni qo'shimiz. Bo'ldi shunchalik tonna. Bu yerda yana fizikada standart turida yozilgan son degan narsa bo'ldi. Shuni bir tushuntirib ketaymi endi. Masalan, fizikada, ximiyada, biologiyada bizda eng yomon yo'g'on, yo bo'lmasa yomon kichik sonlar bor. Masalan, y bilan y'ning radiusi 6400 kilometr. Uni metrga aylantirsak, mana bundaq son chiqadi. Qancha chiqadi ekan? 6,400,000. Endi mushtaq uzun yozmash uchun fizikada nima deydi? Biz buni bir son pesh ikkinchi son qag'inni 10 darajasi n turda yozali deydi. Shu vaqtida peshni 1, 2, 3, 4, 5, 6 znakqa yo'tkazsak 6,10dan 4 10 qancha belgiga yo'tkadik? 3, 3, 6 darajasiga 6 deb yozamiz. Shu sonning standart turi. 20-chi hisobda bizda bir tizim berilgan ekan, sonlar, mushlar bir qonun bilan yozilgan. Shuni biz tepishimiz kerak. Bu yerda birinchi a'zomiz 0, ikkinchi a'zo 5dan 2, uchinchisi 25dan 4, to'rtinchisi bo'lsa 125dan 6 ekan. Endi buning an teng bir nima degan n orqali formulasini yozishimiz kerak ekan. Uni qana topamiz? Qaranglar, buni mahrajlarga qarasak, bu yerda 5, keyin 25, keyin 125 tursa, bular daraja kelyotadi, durustmi? Buni 5 ning darajasi 1, 25 degan 5 ning kvadrati, 125 u 5 ning kubi. Shu vaqtda deymiz, an formulasida mahrajida bizda 5, tak, ko'rasizlar, 5, 5, 5 ahamiyati bor. Только qaranglar, buni indeksi mayli 2 bo'lsa, mayli 1 ga. Mayli 3 bo'lsa, buni 25 deganda 5 ning kvadrati, indeksi na 1 menshi. Shu vaqtida menga yozma n elingan 1. Bu mahrajini tepish o'ng'aydi. Suratda sal qiyinroq, biz 0, 2, 4, 6 bo'lgan ekan, tak, bular hammasi 2 ga bo'linadigan son deymiz. Biroq buni indeks n bilan qanday bog'lashtirsak bo'ldi desa, menga n yozib qo'ysam, 1 olsak, 2 da 1 2 bo'ladi, bizda 0 bo'lishi kerak, xato deymiz. Agar n elingan 1 deb yozsak, 1 ni yozsak 0, 0 ni 2 ko'paytsak 0, как раз таки 0 chiqdi. Endi indeks 2 ni n ning o'rniga 2 yozsak, 2 ni 1 ni yozsak 1, 1 7 2 2 keldi. Yani oxirgisini qo'yaylik, 4 deydi. 4 ni 1 ni yozsak 3, 3 ni 2 ko'paytsak 6. Keldiki, shu vaqtida deymiz, bizning mushu hisobdagi berilgan tizimning umumiy formulasi shundaq. Shuni bilan mana shu darsimiz bizning oyoqlashdi. Savollaringiz bo'lsa, kommentariyaga yozib qo'yinglar.